Opajonlar, pastelni biliyorlardi, o'pdim, joyini topdim. 1 kishilik pastellar 95 ming so'mdan, 2 kishilik pastellar 135 ming so'mdan ekan. 10 tadan ko'p olsangiz 130 ming so'mdan qilib berishar ekan. Bu Xitoydan keltirilgan Optim pastellar uy bozori. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, manzilni yaxshilab tushuntiraman, qidirib yurmaysiz. Bu vishipkali piletlarimiz 170 ming so'mdan. Undan keyin mana bu yurakchali komplektlarimiz 230 ming so'mdan. Bu 2 kishilik chiroyli naborlarimiz pastellar 200 ming so'mdan, 1 kishiliklari 160 ming so'mdan. Endi mana bunaqa gassinli pastellarimiz bor, paloskali, sifati juda ham zo'r. 1 kishiliklari 130 ming so'm, 2 kishiliklari 180 ming so'mdan. Endi bu yoqda zimnilarimiz bor 290 mingdan. Bu vishipkalilarimiz bezak, ya'ni divan bezak komplektlarimiz 310 ming so'mdan. Bularimiz 240 ming so'mdan, bu salonlarimiz 230 ming so'mdan. Bu tovarlarni barchasini o'zimiz Xitoydan olib kelamiz. Optim narxlarda barashkalarimiz 170 ming so'mdan, bulari 150 ming so'mdan, bularimiz piletlarimiz 110 ming so'mga 160 ming so'm. Mana 1 kishiligini ko'rsatishingiz mumkin, juda ham chiroyli, so'mkachalari ham mana. Undan tashqari mana bu yerda 1 kishilik zimni piletlarimiz bor, 110 ming so'mga 140 ming so'mdan. Bu pastellarimizning materiali jadka emas, toza hibi. Bularimiz narxi 135 mingdan, 10 donadan oshiq olgan odamga narxi 130 mingdan qilib beriladi. Undan tashqari bu yerda har xilgi piletlarimiz, shubalarimiz, qolaversa maytda chiroyli divan bezakli pastellarimiz bor. Bularimizni narxi mana 230 ming so'mdan. Pastelli naborlar ham Optim narxlari juda ham katta assortimentda. Qaranglar, mana shu hidli pastelli nabor 200 ming so'm, bunisini esa narxi 195 ming so'm. Ko'rishingiz mumkin. Bunisi sal qalinrog'i, bu 260 ming so'm. Qishki pastelli naborlar ham kelgan. Mana shuni narxi 250 ming so'm yoki mana shunaqa chekkasi varoqlilar bor. Bular narxi 290 ming so'mdan. Bu esa o'sha Xitoyning trendi bo'lyapti turgan mevali sovunni 15 xili bor ekan. Korobkaga oladigan bo'lsangiz, donasini 18 ming so'mdan berishar ekan. Juda ham katta ob'yomda bor. Qisqasini aytganda, bu uy xonadon Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri tovarlarni katta ob'yomda olib keladi va arzon narxlarda tarqatadi. Dastavka ham bor, o'zaro kelishilgan holda yetkazib beriladi. Quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Ayollarga, erkaklarga alohida nomerlar qoldirilgan. Endi manzilni tushuntiraman. Akalar, qaranglar. Andijon viloyati Shahrixon tumani, bu Andijondan kelish, Qo'qonga chiqib ketish, ya'ni Andijon-Toshkent trassasi 373 shu yerda Shahrixondan chiqishinglarda bayroqlar bor. Bayroqning ro'parasida Zovurni yonidan kiriladigan ko'cha, taxminan 200 metr kirasiz va 110-uy Qo'rg'oncha ko'chasi. Agar shundan topolmaydigan bo'lsangiz, quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, Telegramimizga lokatsiya ham tashlab berishadi.